Dehqonchilik bo'lgan akalar, chuvalang arabi bo'g'oz qo'ylarimiz xudo xolasa sotilyapti. Akalar, hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa 12-fevral sanasi bilan Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Jarari mahallasiga yetib kelganmiz. Oybek akamizda akalar mana shunaqa arabi qo'ylari bor ekan. Puli juda bir yengil akalar, xudo xolasa shunaqa arabi qo'ylar qiziquvchilar uchun ko'rsatib o'tamiz. Bittadan like bosib qo'yasiz akalar. Do'stlar, aytib o'tganimdek, mana Oybek akamizni qo'ylarini ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Sal shorroq ekan, qochib ketyapti akalar. Oybek aka nechi bosh aka bular? Aka 23 bosh aka. 23 bosh akalari mana qo'ylarni bemalol bitta ko'rib olaveramiz akalar nasib bo'lsa. Bular hali to'qlar aka? To'qlar aka bular. Bular hali to'qlar akalar. Hali bir 10 oylik, 11 oylik to'qlar, xudo xolasa dalada yurgan, ichida qo'chqor yurgan, bir 80-70% akalar bo'g'oz ekan, o'zi yilini ham ko'rsatib qolganlari bor akalar. Ko'rib olaveramiz, yeb ichlaridan muammo yo'q deyishdi. Akalar va jivoy veska ham shu 40 kilo yaqin chiqadi deysiz, ha? Chiqadi aka. Go'shtga 20 kilo, 18 kilo, 100% aka. Akalar endi bu 70-80% bo'g'oz deyishyapti. Bu bo'g'oz chiqib olishi mumkin, shuning uchun so'yib bo'lmaydi-yu, lekin xudo xolasa go'shtga ham hisoblaganda kami 17, 18, 20, 20 dan o'tib boraver ekan. Va akalar bemalol mana shu arabi qo'ylardan so'ragan obunachilarimiz bo'lganda telefon qilib arzonroq variantidan so'raganlar, shoshilib qolinglar. Narx-navosini necha pul qilib beramiz aka? Alhamjon aka, 3,5 million ham qo'yishyapti. 3 million 200 ham qo'yishyapti. Aka, sizdan obunachilaringizga 3 million so'mdan qo'ydim aka. 3 million so'mdan. Xayri qanaqa bo'ladi? Xayri aka, dastavkasi ichida 3 million so'mdan olib beramiz. Aha. Kelib ko'rib olsa 2 million 900 ming qilib beramiz. 5 ta 10 ta ham shunaqa olaversin, ha? Tashlab bo'lar aka. Gap yo'q. Akalar 3 million so'mdan hammasini olgan odamga O'zbekiston bo'ylab dastavkalar tekin. Agar o'zim olib ketaman desanglar 5 ta 10 ta hammasini olasizlar, farqi 2 million 900 dan dastavkasi alohida olib ketaversanglar bo'ladi. Tanlab olaman desanglar narxlari ozgina o'zgaradi. Pastda Oybek akamiz nomerlarini qoldirib qo'yaman. Shoshilib qolinglar do'stlar, soni cheklangan.